İxlas Şerinç programısı. Ben riyasatçı Zümrət Abdüqadir. Şerinç programısı diye hamkarlaşıp işleyen, avamıға nap yetközüş maqsad qılınğan köngül tusidagi universal programma. Bu programma cemiyetning arqasi qatlamlarki har xil kishilarning arzusi uchun maydon hazırlash, ahamiyatli arzu va g'oyalar egalariga yordam berish maqsadida ta'sis qilingan. Korxonchilarning taraqqiyoti, xalqning qo'llashi va shunaqla sifatli mahsulot hamda samimiy mulozimat orqali amalga oshadi. Xalqdan elib xalq qaytirish korxonchilar madaniyatining eng yorqin julasi va shunaqla iste'molchilarning umididir. Naldi bilan Şerinç programma gruppamizga barliq xizmatchilarga va shunaqla programımız qatnashgan barliq mayirlar nomidan o'ziniki sexiylik bilan mehrli qo'llarini uzatgan barliq korxonchilarga chin yuragimdan tashakkurimizni bildiraman. Rahmat sizlarga. Xush kelibsizlar apandilar. Xo'sh, shundaqda Şerinç programmamizni hozir rasmiy oldi boshlaymiz. Undaqda sahnamizda Shamsiya Abaydulla. Assalomu alaykum naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi televizor ko'rguvchi do'stlar. Ko'ryapsizlar, İxlas Şerinç programmasi. Men Shamsiya Abaydulla. Mehr muhabbatga to'lgan bu programma orqali sizlar bilan didorlashganligimdan to'liq xursandman. Hammalarga mehrim bilan salom yo'llayman. Hayotingizga go'zal orzularning yor bo'lishiga tilakdoshman. Mehrli qalblardan muhabbat izlab kelgan mahirlar, shundaqla ahamiyatli arzu armonlarga madadkor bo'lish uchun kelgan azizlarga hozirlangan Şerinç programmamizga kelgan qadamlaringizga marhaba. Oldi bilan programmamizning qoidasini bir qurib tushuntirib o'taman. Eng oldi bilan Şerinç mahirimiz sahnaga chiqib öz maharetini namoyon qiladi. Ondan o'zining Şerinç arzu armonlarini ko'pchilikka so'zlab berdi. Undan keyin men bilan aziz mehmonlar bilan shundaqla Şerinçlarning madadkori bo'lgan korxonchilar bilan fikrlashdi. Fikrlashish jarayonida agar korxonchilarimiz bu Şerinç arzu armonlarni ahamiyatga ega deb qarasa, shundaqla qo'llaydiganligini, yordam beradiganligini bildirsa, albatta qizg'in qarshi olamiz. Ondan keyin Şerinç egisi çüş merkezimizge qadam qo'ydi. Bu chaqda naq maydondagi 150 nafar tomoshabin va 15 nafar korxonachi bilet tashlash orqali Şerinç egisining tunji fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash bosqichiga kirmasligini belgilaydi. Naq maydondagi 150 nafar tomoshabin do'stimizning har biri birdan bilet tashlash yoki voz kechish huquqiga, 15 nafar korxonchimizning har biri 10 dan bilet tashlash yoki voz kechish huquqiga ega. Jami bilet soni 300 bo'lib, mahirimizning bilet soni agar 240 dan oshsa, undaqda u muvaffaqiyatli holda tunji fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash bosqichiga qadam qo'ya oladi. Ekran oldidagi televizor ko'ruvchilarimiz tunji fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash o'tkiliga o'tgan mahirlarga tor, telefon yoki undidar saloni orqali bilet tashlab qo'llaydiganligini bildirsa bo'ladi. Oxirida programma guruhimiz bilet soni eng yuqori bo'lgan 3 mahirni tanlab chiqib, 50 ming yuan, 80 ming yuan va 100 ming yuan bilan mukofotlaydi. Albatta, Şerinçlarga madadkor bo'lgan bilet tashlagan qadrli televizor ko'ruvchi do'stlarimizmi programma guruhimiz ta'minlagan isil sovg'alardan bahramand bo'la oladi. Bilet tashlashdan burun va'da qilingan yordamlar ijro qilindi. Bilet tashlash faqat Şerinç egisining tunji fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash bosqichiga kirmasligini belgilaydi. Xo'sh, undaqda mahirimiz sahnamizga marhamat. Baturlar ki yaşayli, kara tuman tusuvalga gözümni, izlep tapalmadım cismini, ya gelmedin özün fakat yanımga, küçep toğlusam mı ismini, kökke yetti ahlarımız koşulup, sen bana almay men musini kürelmey, rahimsizken bu taqdirning çoxçıqı, yaş tükermiz, ne kılarını bilenmey. Sürtüp ettim köz içimni uylunup, nurgulmayıp saatlar ötken cihanda, taqdir bilen tüz bükmezdim ilişip, ötmez izler kaldırgan her makanğa.
Baxtça yaşaylı biz qayg'urmay. Qalbimizda chaqnar quyosh ta'bat. Ecrimizden külgey alem şartlanıp bu hayatlık bizge fırsat ganimet. Assalamu alaykum hürmetli Qirg'in ustozlar. Assalamu alaykum barliq ko'rarman qarindoshlar. Sizlarga men Ko'chunayizdan kelgan Zuhradan Ali ehtiramam, hürmet bilan cheksiz salom. Zuhra, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, Chemziyada. Kelganingizni qarshi olamiz. Sizning qanday orzuyingiz bor, Zuhra? Hammamiz birlikda anglaylik. Ki men ulab tavalash o'rgangan. To'xtab kechiring Zuhra, sal old. Azroq bir qadam bo'ldi. Bir yurishlik bo'lgan, yaxshi sharoit yaxshi bo'lgan ulab tavalash o'rni qurmoqchi, ham shogird tarbiyalamoqchi. Ulab davolashni o'rganganmi ilgari? Ha. O'zingiz tarbiyalangan shundaqmi? Men shu burun meningmi boshqalarga o'xshash yultuzdek chaqnab turadigan chiroyli ko'zlarim bor. Keyin men shu oliy maktabga indam berganga az qolgan vaqtda 7 dars takrorlaydiqchi ko'zim turib og'riydigan bo'lib qoldi. Keyin imtihonga az qolganda tuyuqsinim qizib ketib, ko'zim ko'rolmay bo'lib qoldi. Bundan qattiq azoblandik. Hatta shu ota-onam, qarindoshlarim meni shu Şinjan ichidagi yaxshi bo'lgan davolash o'rinlarining hammasiga olib boqdi. Qattiq o'lim bo'ldi. Tekshirishda ko'z kristali ko'zimning uzib chaplashib qolgan deb chiqdi. Men men burun kitobni bek yaxshi qiziqib yaxshi ko'ratdim. Ham yeziqchilik qilatdim. Shu tuyuqsizdan ko'rib turib qorong'i dunyoga tushib qolgan ekan, o'zimni bu dunyodan ketishdan voz ketishmi bo'lgandi. Hatto qarindoshlarim, ota-onam qo'limdan ne chiqdim, chashqan dorilarini tatib olgan joylari chaqilib bo'lgan edi. Keyin meni qarindoshlarim bunda ketib o'zing bo'lmaydi, cho'qqimizning bir chiqish yo'li bo'lishi kerak deb menga doimiy Batırlar yaşayan qayg'urmang degan bir kitobni o'qib, menga ro'yjatdan tasalli berdi. Ondan qarindoshlarimniki hamda Ko'chunaylik mebel idorasining qo'llab-quvvatlashi bilan men Urumchilik ulab davolash o'rniga o'qish kirdim. Men qayta o'qish sharafiga erishganligimdan yangi hayotim başlangandek shuncha qo'shib ketgan edim. O'qish degan qanchalik ko'ngillik, men degan shunchalik o'qish qamroq bir tirishchan qiz edim. Hozirmi baxo'sh bo'lmay, qarindoshlarimdan nima, Ko'chunaylik hukumatdan shuncha xo'sh bo'lmay. Men bu amala maktabga kirgandan keyin birinchi bo'lganginim amala yozib o'rganish bo'ldi. Nimishqa desanglar, men burun yeziqchilikni bek yaxshi ko'ratdim-ku. Burun degan shu to'xtama yeziqchilik qilardim, she'rlarni yozdim. Shu davomli yeziqchilik qilish uchun amala yeziqni o'rgandingiz, shundaqmi? Birinchi maqsadim shu bo'ldi. Shuning bilan men uyda yozsam, xatlarni ustiga yozib qo'yib, uydagilar o'qiyaolmaydi. Shuning amala yeziqqa uyga kirgandan keyin birinchi amala yeziq o'rgandimda, boshqalar uxlab qolgan bo'lsa, men 12 birlargacha mashq qilib yezib, shuni cho'qim o'rganib bo'lmadi deb yuzim qattiq shuni bizim qilgandim. O'rganib bo'lgandan keyin bularimiz xanjish ekan-da. Voy bu xanjish ekan-ku. Biz kichik vaqtimizda yangi yeziq o'rgangan-ku. Deb so'ziq davish, uzuk davish deganlarni. Shundan men buni o'zimizning yeziqlar aylanimizdan bo'lgan-ku deb o'zimizning yeziq bo'yicha 30 kariblar qilib Uyg'urcha amala yozishga qilgan bo'ldim. Oy! Zuhra, onundan ilgari Uyg'urcha amala yeziqi yo'qmidi?
Ben bunu yaptım rayonluk Mibla bilen bir telefon kılımda sordum ben. Sorsam bunda amalayızkı yok dedi. Şunun bilen ben hazır mı bunu üzemdeki edebiyatla yazsam, makallan yazsam, muşu yazgını kullanıp yazma. Hem bolsa mümkün bolsa barlık Uygur ama kıyırdaşlarımın devamlık işiltişini tavsiye kılsam. İşiltelgen bozkanda yaş bulat deyim. Yazıp çıktım he. Hazır benim kim şu Hemalayazkı yazgan şiirlerimni, eserlerimni kıyırdaşlarım hatırımı küç verim ben diyen yüzden okup şunu yazgının için hatırımı yazıp endin mekbet orularga, şimdiden gizliye, şimdiden ayalları, şimdiden yaşları diyendek tehret oruları, benim eserlerimni 40 pajın artık şiirlerim, eserim elan kılındı. Ben bu bana şimdi hocalık oldu. Roycattım ben şimdi hoş buldum. Hem bunun için bu köz bulmuşlu adam diyen her kanakçının kılalayken o deyip muşu ulap davalaş kes bunu mu pek hoş bulduk öğrendim. Bulan öğünüz benim hocalıkım oldu. Sizge apirin Zühre. Pek yaxşı işten birini qıpsız. Amala yazıqı bizim ama qeyrindaşlarımız üçün qolaylık yaratqan bolsa, mana bugünkü gündə siz öz tirişçanlığınız bilan, gayretiniz bilan amala yazıqıdaki bir boşluqni, yani Uygur tilidagi Uygur yazıqıdaki amala yazıqını özünüz mana yazıb chiqibsiz. Sizin arzuyunuz əslihələri toluq bolğan bir ulab davalaş mərkəzi etiş şundaqmı? Burun iç baqanmı, iç baxmağanmı? Ben şu doktorxanada kelgenden keyin bizim doktorxan başlığımızın mı eskisam közü burun saqkendik. Keyin tuyuqsızlam köz maşinası bilen kirelmeydiğen muqaptı. Şunun bilen şu ulab davalaş kesbini öğünüp az kadar 30 net yıl oldu. Hazır 60 yaş gelip kalan adamken Hanzo hocam bir işindim. Zühre, sizin arzuyunuz üçün biz nemiş qıb bəsək buludu? Muşu ulab davalaş mərkəzdə iç arzuyunuz bəlkə şundaq qo. İlgiri iç baxmağan şundaq mı? Yenidən bir ulab davalaş mərkəzi açmaqçı şundaq mı? Ondaqda sizge əslihə gerekmi, yoki bir öy o'rin kerakmi yoki ko'pchilikninki boshqa jihatdan qo'llash kerakmi? Konkret arzuyingizni bana. Menimcha bo'lsa shu biz endi yangi yetishni o'ylashyapmiz. Hukumatimizning bizga bir uy berdi, noyliksa meblaydarsiniku. Shuningga endi aslakdi. To'g'riliq kelgandim. Zöhraxonga gap qilishdan ilgari bir hikoya va qisqa so'zlab beray. Burun bir Öylema sifat, mötever sifat bir adamga encan tamның tüyüdü mükçüyüp, ottağın bir yaş yigit uçuraptı. O mötever sifat kişiye soraptı. Yigit nemiş otursa dese, mening hiç nimem yok, men muşunda sayaq depti de. Ondaqda senin hiç nimen bolmasa, men senin barmaqını, bir tal barmaqını kesip alay, sana 10 000 tilla berey dese, yaq depteylik. Yigit. Şunun bilan unda olsa bir qulluqni kesib olay 12 000 tilla bereydi. Texi yoq deb. Tilingni kesaydi, teximi yoq debdi. Ko'zingni uyay desam, necha ming tilla berey desa, yoq deb turibdi da. Undaqda sening jismingda tümelligen tillalar yatqanken, sen mush tillalarni nimish ishlatmaysan debdiken-ku. Mana dal Zöhrədə gerçi əma bolsumu başqa əzaları bibaha boğanlıq üçün quludun və əqlini işiltib, özünün iqtidarını həm aşı baylığını işiltib, muş əmala yazığını keşif qıb çıxıbdı. Mən aldı bilən Zöhrəyə çin könglimdən təşəkkürümünü bildirmə. Onun deyin ki, muşu Uğulaş Davalaş Mərkəzinin ki, həqiqi içilişine çin dilimdə ümid qılımı. Rəhmət. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Biz sal kichikroq kurashib qolibmiz. Men boshqa bir mavjud bir xalqaro xizmatga qatnashib keldim. Biz sizga aslilarni ham eng iliq diblari yaxshi ashada bo'lib keldik.
Burak alık sürekli ilgili olsa sizler başta konuşkan olsak ben açtı size alakadar verir. Yani temel yapılan bazı mı buludu? Bizim yine mağapatık edersizlikle işimiz var. Açta bu kalsan sizge yine nimle lazım. Şunu deseniz ben şu sizi kitlegan bu karvat diyendek ortak diyendek dersini ben sizge yürüyüşleştirip yapayım. Rahmet. Ben bu kesipni ügengili 2004'te başlap ügengen. Onun neçil olup kaldı. Şununla işencim var. Geçip giteleyme, şahitlerimi terbilep giteleyme de bu işencim var. Buldu. Assalamu alaikum Zuhragül. Aleykümselam. Şu ornunuzunu içip gitişinizge tilektaşman. Hem içip bolgandan keyin şu ornunuzga neçtal karvat koysanız, bizning Şahsaray karvat köpüllari var. Karvat köpüllari ve yapqıçlarının hammasidan bir to'dan sizga so'gat qildi. Rahmet. Rahmet köpçülük. Undaqda bilet taşlaymiz. Bilet taşlaş başlandı. Cəmi erişkən numarınız 241 numar. Əhmiyyətlik arzu ilgisini tanlaş ötkülümüzge muvaffaqiyetlik qadam qoydunuz, mübarek olsun. Taqdirning rayimsiz chaqchaqlariga kuchlik irodasi bilan javob berib kelayotgan Zöhraning qismatlari bizni ta'sirlantirgan bo'lsa, uning umidvor qalbi, qaysarligi, shundaqla hayotga bo'lgan o'tdek muhabbati bizni so'yindirdi. Onun Uygurca əmala yazıqını icad qıqanlıqı tilizik mədəniyyətimizə nisbətən zor töhbə. Şundaqla bu sahədəki katta əmgək bu hesablanıdı. Karxançılarımızın töhbə qoş royığı bay bu mahirinin igilik tikləş davamında duş kelgan qiyinçiliklarını həll qilish, yardım berishga aktiv pozitsiya tutishi aniq albatta. Ekran aldagi qadrli ko'rman do'stlar, biz navbatda Ixlos Shirinch programmamizning talayli ko'rimini tanlab chiqmoqchi. Qani cho'ng ekran marhamat. Çoğun ekran aylansın. Toxsun. Mübarek olsun bu taleli görünümümüzni Şinjan Mücessem elektron çek şirketi təminləyən Mücessem markasındaki 680 yuanlik tor televiziya qutusuyla mükafatlayımız. Mübarek olsun. Yeni bir taleli görünümümüzni tanlayımız. Çoğun ekran aylansın. Toxsun. Mübarek olsun bu taleyli görünümümüzni Şinjan Muallim Elektron Pen Texnik şirketi bazarına salgan 795 yuanlik ahli formla mükafatlaydı. Mübarek olsun. Yazgıcı, kalem işki ot yalqın, kalbi bahar yazgıcı, bir izidin tümen gül, lali gülzar yazgıcı, bugün ete buzu gısta harmas tulpar yazgıcı, Haqni bağlab yürükiga elge çakar yazgıcı, sana ali ihtiram milletimki tumar yazgıcı. Mihir bağlab hemmiki bildirdin, avaz berip tilsizga hemmi canni küldürdün, yizip aşık meşkni canni candı köydürdün, bak hisleti kalimin muşik ihbar yazgıcı. Kürüp bilmek üçün sen dihqan buldun etizda, to'xtab qalmay yürükün qish hem bahar yezingda, gahi chog'da madar yo'q qo'llaring tizingda, bilgim kelar ajabmo nimalar oqar qiningda, mungsoz bo'lib qo'llarda chalgan dutlar yozg'ichi. O'zing bilan koring yo'q jonni elga ataysan, rozi bo'lsa xalqing ondin xushal yayraysan. Nemi kelsa beşinga hergiz haqdin qaymaysan, bulaq bulup çöllerde miskilleri qaynaysan, gül östürüp çıraylık yidiga kuşlar yazgıcı. Qazmaq bulup haqlarni o't kirdin yantırıp, çekinmedin hergiz mu keynik yanmaqni ar görüp, şuna deymen silerge egişimen yol yürüp,
Menmo kiray otlarga chin qalbimni bildirib, haq yazmaklar qiyinken ağrık bimar yazgıcı. Assalamu alaykum, keng qarğançı ustozlar ham tomoshabin do'stlar ham ekran oldidagi dehqon chorvachi do'stlar. Men Aqsu viloyati To'qson aysi Yulduzbog' yezisi Ochal kentidan Niyoz Ro'zi kasbim dehqon. Arzuyum endi bir xalq e'tirof qilgan bir yozuvchi shoir bo'lish. Yaxshi arzuyingiz maka yozuvchi shoirlarga bizning cho'nqur hurmatimiz bor. Lekin yozuvchi shoir bo'lish biz darhol sizga o'rinlab bera oladigan arzu emas deyman Muxtar aka. Yordam qilsak, tarbiyalaydigan ustoz deb bilsak bo'ladi deb qaradim endi. Men shundoq demoqchi endi, men to'liq sizg'ichilik o'qigan endi. Men ozroq o'qib, bilmamni oshirib endi kompyuter o'rganib, boshqa xat urush degandek ishlarni qilib, bir xalqimga bir mendek bir dehqonningki kitobni o'qib, osh yezib oddiy xalq ichidan Muşundaq bir odam chiqdiki dehqondimmi deb men endi o'lib ketsammi bir tarixda g'uva bo'lsin nomim qolsa mendan boshqa yana mushundaq tirishayotgan dehqon bolalar bo'lsa yo'ldan yonmay yana o'shundaq kitobni qo'liga elib shunchalik qiyin jafo sharoitdimi o'rgansikan degan bir umidim bor. Sizning undaqda operatsiya sizning hozir yozuvchilikdan asosingiz qanchalik? Ancha-muncha yozib qo'yamsiz yoki yozman? Nimalarni yozasiz? Qanday janrda yozasiz? She'r, ondan kichik povest degandek, lekin madaq bir roman yozay desam, shu sal saviyam oz bo'lgandan keyin povestni yozib baqdingizmi? Yozib baqdim. She'rmi yozasiz? Yozdim. Yozgan she'rlaringizni bir koplet anglab baqaylimi, bo'ldimi? Bo'ldi. Bir koplet she'r anglab baqaylik. Bir kitobken bir odam tuman kitob bu jahon, bir qalbdir bir odam tuman xitob bu jahon. Anglab baqin ko'rib baq bu jahonning sirini, bir izdir bir qadam tuman xitob bu jahon. Rahmat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Niyoz efendi. Sen qancha yoshga kirding hozir? 25 ga. 25 ga. Sen kitap o'qishni yaxshi ko'ramsan? Ishqilib, ben yaxshi ko'raman. Masalan, bizning Uyg'ur yozuvchi shoirlaridan kimning kitoblarini yaxshi ko'rsa? Ishqilib, o'qigan kitoblarimning hammasini yaxshi ko'raman, ajr qilib yozgandan keyin hammadan. Bo'libmi endi yilqi Xarida Isroil, Yasinjon Sodiq Jo'g'lan degandek shu yozuvchilarning kitoblarini bekerek yaxshi ko'rib o'qiyman ondan keyin. Men so'zimni sanbek ko'nglimni yaqin tutganligim uchun sellab so'z oldim. Bizda yaxshi niyat yerim davlat degan gap bor. Mushu she'rin tush programmasiga kelib yozuvchi bo'lish istigingni ifodalab, sen yerim davlatga erishding-ku hozir. Hamda yani qoldi yerim davlatni biz yana bir yaxshi niyat bilan boshlaymiz. U bo'lsa-mo kitob o'qish, yana kitob o'qish. Ishqilib qancha tirishgan sari kitobni o'qib, jamiyatni tushunib, ma o'zlik psixikini yuqori ko'tamisa, madaq yilqi yozgan maqola asar she'rma jamiyat bilan tang ilgirlab mangmasa yozgan nasllarimiz ma tazmin qilmaydi. Madaq xalqning ong ideyasini madaq o'yga selib turib, ondan keyin sen menda ko'p narsani bildikansa, shunda bo'lsa-mu, endi mening tashabbusim, ukam. Bir kitobni ko'p o'qi, o'zing yoqtirgan kitobni eng ko'p o'qi. Tushundingmi? Kitobni ko'p o'qi.
Üzən yaxdı oxuyan kitabını ən köp oxu. Mənim təşəbbüsüm şu. Şunda bolğan vaxtıda şu yazğıcılıqның, şairlikның altın busuğusuğa 10 putumuzu ala alayımız. Rəhmət. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avval bir uchunda birayman sizga. Mashtixonning arastimma shu Uyg'ur Abdumuraylik yozuvchi jamiyatda qatqan Xan Tang'arlik mukofoti deb eng oliy mukofot va shunga erishgan bir yozuvchimiz bor. Abdurahmon Aziz o'g'li deb qator povestlar shunga erishgan. Odam o'zi qirg'iz, o'zi dehonchilik qilib turmushni qamdaydi, lekin ajoyib so'z yozdi. Demak, u chiqdi, dehonning rasmi chiqdi, uni yozayotgandim nurg'unga. Bunda bir ishtiyoqni bo'lganligini aytdi, yaxshi. Suyundoq. Ben dehonga deb turmushimizni shundan o'tkazib bersak, aytizdan ketmagan beshilarma bo'laverdi. Lekin mushta bir arzuni ko'nglimiz fikib chiqsak, ma'rifatan qo'llayman. Bizning abida shirkda anda navada bayam tarafandim deb o'tdi. Haqiqatda shu kitob yozuvchi bo'lash hamda biz qipiramamiz faqat yordam qilishimiz mumkin, lekin u yani o'zing tayanmasang olmaydi. Shu jiq o'qishlar, jiq mashq qilsa, biroq roman yozib olmaydi, hikoyani o'tab postni romanga chiqargan gap. Bunun bir jarayon ketadigan ish. Hamda ashning jarayon kitob o'qiydigan bu ishchiga balki iqtisodiyotdan ehtiyoji qolimiz. Ana bo'lganki bizning abida shirkati qara 2015-yillik jurnalni bir sizga bir nim qilib biz. Evet, burayla adresini yazılıb. Başına okunlar nurgun yaş yazgıcının ki qadamlı eserler çıkıdı. Anandaki şundan ürünümüz, özümüz yazımız, meşgulümüz. Anandaki bir jaryanı besip ötkenden keyin yazgıcı oluruz. Rahmet. Şu bir kitapni o'qib yeni bir qayta o'qay desam, endi shu bek sharoit bo'lmagandan bir kitobni o'qib, uni setib etib, yenimdan pul qo'shib, shu kitobni o'qimasam, u doim yig'ib yursam, uma mundaq qimmat eshib ketgan bilan yeni oldig'anga fursat bo'lmaydi. Qamirni bildim, şey bir kitobni o'qiyding ha? Assalamu alaykum. Va alaykum assalom. Men she'rni o'qish jarayonida bir yana yozgan, ko'rib bilmak uchun sen dehqon bo'lding yozuvchi. Nima kelsa beshingga haqni doim so'zlaysan deb. Sizning buningdagi nima kelsa beshingizga haqni so'zlaydigan yozuvchi bo'lishingiz uchun siz yaxshi ko'radigan mayli tarixiy roman bilan qaysi xil kitob bo'lsa, olamandan men sizga bugun tushsak, qachon bekor qilib turasizlar, meni bekor qilib turmoq elimni olib berib, ko'ngli xalgan kitobni o'zi xalgancha ilib olganda gapiray. Rahmat. Ben bu elimizni qo'llash yusidan buningdan keyin qanday kitobga oj tushsa, shu zaman men shu elimizga pochtani sapirishga navbat bering. Rahmat. Rahmat. Ürümçide turuşqa şarait barmı yok mu? Yo'q, sharoit yo'q. Endi men turayotgan hozir yerim bek sal chatoq bo'lgandan keyin, menda kompyuter o'rganay desam, to'r topmayotgan, faqat bek chat bo'lgandan keyin. Şundaq bo'lgandan keyin endi bir shahardagi yerga kirib, endi odam bilimga intilsa, odamchiq yerga borib ketgan emasmi? Shuni ishlab bir kompyuter nim qilib, ashuni o'rganib, endi boshda qilib. Ya bundan gap fukam enimken. Siz eğer ürümçi turu şarait okup kalsa, ben yatakını, mektebini yatakını, okuşunu haksız uğurlaştırıp versem, siz okuyanmadım dediniz demez mi bayan? Kompüter öğrensiniz, ya ki til öğrensiniz bu öğreniş jarayonu da siz ürümçi turup terakki kılsınız, belki arzuyunuzda tezrak yakılış alışınız mümkün. Hem ya şarait var. Bunda bana eğer halap kalsınız, okay dep kalsınız yatakını, hatta tamıqınızdan başlayıp uğurlaştırıp ben haksız okutuşka kapat kılalayım. Rahmet. Rahmet. Nayet hayacanlandık, təsirlendik. Sizin şiirin arzu armanlarınızı tezrak yetişinizde tilektaşımız düş merkezimizde merhamet. 3, 2, 1.
140 numur. Demek en ahırkı neticeniz 266'da. Mübarek olsun. Tunç Besillik ekmeğilik arzuyu talaş ötkünümüzge qadam qo'yalaydigan bo'ldingiz. Mübarek olsun. Yazıqçılıqqa bo'lgan ishtiyaqi o'tdek yeniyotgan bu deqqan yigit o'zining yozuvchi bo'lishdan iborat ulug'vor g'oyasi bilan sahnimizga keldi. Aziz mehmon va korxonchilarimiz g'oyani amalga oshirish yo'llari haqida o'z tajribalarini so'zlab, muvofiq taklif fikrlarni berdi. Biz Niyoz Ro'zning o'z qiziqishi bo'yicha izlanish davomida xalq yaxshi ko'radigan bir deqqan yozuvchi bo'lib chiqishini umid qilamiz. Yaşaysan ana, ben bulmasam yaşayalmaydıqanday. Keç gündüz gemimni yeysen, xotin bana qarız bolğanday. Meni baqqining yetmesmidi. Balamni beqib bermisanmi? Tatqan datlaring azraqmidi? Dardimga darman bolmasanmi? Sukutlarda o'tirib daim öz baxtimni tilaysan ana. Elga kerak oğlan bolsun deb baş gözümni ıslaysan ana. Men mu seni kütsemken deymen, arzuğunga yetkizsem deymen, habas etip baksamken deymen, bu arыңni alsamken deymen. Men mu şundaq olarman mu, balam depla yaşarman mu, keç gündüz emini yap, senin kadringe derman mu? Rahmat. Assalamualaikum karxanchi ustozlar. Ben ikra aldidagi ko'rmanlar. Sizlarning mushaqlarga xayrlik bo'lsin. Men G'uljirdan kelgan Mahir Gulbahor Hebim bo'lman. Men bu yil 33 yoshga kirdim. Madaniyat saviyam o'rta texnikum. Kasbim oila ayoli. Qarshilamiz. Arzuyingizni anglaylik. Men arzuyim deyishdan avval nima uchun shu orzuga kelganligimning sababini bir deb beray. Men 2000-yili ili yezilik maktabining iyilik boshqarish kasbini bitirib, jamiyat chiqqan chog'da Tiyoqsiz xizmat taqsimoti to'xtab qolganligi sababidan uyda xizmat kutishga majbur bo'ldim. 2001-yili men shahardagi ma'lum bir til tarbiyalash markazida Xanzur tili saviyalarni o'stirmoqchi bo'lib, kirib o'qib 3 oy bo'lgan chog'da Tiyoqsiz bosh og'riqi sababidan doktorxonaga kirdim. U chog'da doktorlar tekshirib, ota-onam chaqirib kelib, qizingizning beshida o'sma bor ekan, darhol operatsiya qilmasak bo'lmaydi degan. Shu ota-onam meni derhal Ürümçi'deki şu gün doktorxonaga yetkazib kelib operatsiya qilgan. Operatsiya intan o'ngishli bo'lganligi uchun bir oy saqib chiqib ketdim. Bu jarayonda ota-onamning nurg'un jafolarni tatgan, men uchun zo'r bedelini to'lgan. Men doktorxonadan saqib chiqib 3 oy uyda kutilishda bo'ldim. 3 oydan keyin o'zim xizmatda ishlab yo'llarda vaqtli xizmatlarda shug'ullanib keldim. 2008-yili Tiyoqsiz balam qatnashish vaqasiga uchraganlik sababidan doktorxonada balam baqman deb xizmatimdan istifa berib chiqib ketgan. Shundan beri oila ayol bo'lib o'tiryapman. 2010-yili yo'lchim Tiyoqsiz yurak va qon besim kasali bilan doktorxonaga kirib qoldi. Bu chog'da doktorlar yurak klapani yo'g'algan degan diagnozni qo'yib, bir oy davolgandan keyin shu doktorxonadan yenib chiqdi. Doktorxonadan yenib chiqqandan keyin doktorlar bundan keyin uzluksiz turda dori yeb kutinsiz, hargiz ig'ir ishlarni qilmang. Bir oylik dori pulingiz 1000 yuan atrofida bo'ladi. Undan keyin bir yilda az bo'lsa bir qaytim bo'lmasa ikki qaytim doktorxonaga yetib davolanasiz degashga 5 yildan beri yo'lchim shundaq uzluksiz dori yeb, o'zini kuchayotgandek tijoratlar bilan shug'ullanib, o'zing dori pulni, doktor pulni keltirib, oilamizning iqtisodini qamdab kelyotdi. Men bir ayol bo'lish sifatim bilan kasbimiz dehqon, endi oiladan etiz-iriqning ig'rini kishlarini qilib, bekor vaqtlarimda u yoq bu yerda ishlab, iqtisodimizni qamdab kelyapman.
Ballarımni beqib kelyapman, lekin men uchun 1 yil jarayonida yaz, kuz, 3 fasl turmush uchun izlanib, tirishib, aldirashchiqchilik o'tadi. Qish faslida bizning xalqqa nisbatan bekor bo'lg'achqa, men kitob o'qishni bek yaxshi ko'raman. Shuningdek, kitob o'qib, ancha-muncha yozishchilik ishlari bilan shug'ullanaman. Men Muhammadjon Rashid opaning she'rlarini bek yaxshi yoqtirib o'qishga, Muhammadjon Rashid opani ustoz tutib, she'r yozib kelyapman. 2 yil bo'ldi. Ham o'qinyapman. Lekin men buning bilan qanoatlanib qolsam bo'lmaydi. Biz bir ana bo'lgandan keyin farzandlarimizni tarbiyalash, ularni yaramli avlodlarni qilib tarbiyalash bizning burchimiz deb qarayman. Shuning men bir ana bo'lish bilan ishga balamga mas'ul bo'lishim, ularni sog'lom o'sib yetishiga ko'ngil bo'lishim, ularni yaxshi o'qish sharoitlari bilan ta'minlashim, ularning darslariga yetakchilik qilib, kelgusida bir saboqli farzandlarni qilib chiqishim kerak. Shuning uchun men bolalarim uchun davomli o'rganishga, bilim ilishga muhtoj. Albatta biz ota-onalar madaniyatlik, bilimli bo'lsak, ondan farzandlarimizni saboqli qilib yetishtirib chiqqan bo'ldi deb qarayman. To'g'ri Jamal, undaqda sizning orzuyingiz? Mening orzuyim bolalarim uchun ham o'zim uchun o'z vaqtida o'qiyamay qolgan, mumkin bo'lsa shu oliy maktabda o'qish sharoitiga ega bo'lsam, bu jarayonda men kasbiy bilimlarni ham universal bilimlarni yuqori ko'tarib, shu bolalarimning to'liq o'tirib chiqqanlarini ularga bir darslar yetakchilik qilganda qobiliyatga ega bo'lsam, ularning ham onasi ham ustoz bo'lsam degan orzuyim bor. Yaxshi arzu ekan. Onalar farzandlarimizga mas'ul bo'lishimiz kerak, jamiyat mas'ul bo'lishimiz kerak. Lekin siz agar oliy maktabda o'qib qolsangiz, bolalaringizni tarbiyalash, bolalarning endi bo'lmay qoldigandek ahvollar yuz berib qolishi mumkin. Buning ideya tayyorligingiz bormi? O'shatda endi men bolalarimning umrlik qiyinchiligini hal qilman deyotganman, vaqtli qiyinchiliklarga qurbonlik berishga arziydi. Qanday qilmoqchi? Men 3 yil atrofida oliy maktabda o'qib qolsam, bu jarayonda qaraydigan odamim bor, qarab turdi. Ham o'zim yoki bir jihatdan xizmat qilib, bir jihatdan ishlab, o'zim qarsam bo'laverdi. Bu 3 yil jarayonlik tarbiyalanish masalasi-chi bolangizning? O'qiyverdi, o'sha ega bo'lgan odamim bor endi. Yo'q, siz farzandingizni onalik sifatida tarbiyalash uchun o'zingizni tarbiyalamoqchi, shundaq-ku. Lekin siz o'zingizni tarbiyalash uchun oliy maktab ketgan vaqtda bolalaringiz sizning tarbiyangizsiz qolib qolishi mumkin deb ansirayapman. Lekin hozir ular boshlang'ich saviyasida yendiki odamlari, tuqqanlarim, inlarim, opadallarim yordam qila oladi. Lekin men uningdan qo'rqib bal qo'yarsam, keyin kelgusida ular yuqori maktabga chiqqan chog'da hech kim ularga yordam qila olmaydi. Shuning uchun men bu fursatni chang tutib, ham kelgusida o'zimning pushaymonlik qilmasligim uchun Garsizlar kechikkan bo'lsam, o'sha oliy maktabda o'qish fursatiga ega bo'lsam, kelgusida bir kasbiy bilimlarni, universal bilimlarni o'rganib, korxonalardan bir kishi xizmat qilib ishlasam, ondan jamiyat bir kishi o'rnim bo'ladi va bolalarimning turmush qobiliyatiga ega bo'ldi. Ularni yaxshi o'qish sharoiti bilan ta'minlayman, ularning orzularini amalga oshirib bera olaman degan umidim bor. Ikki bolaning onasi oliy maktabda o'qish orzusini ilib, Sherin Tush programmamizga qadam tashrif qilibdi. Sizning o'qiyman degan irodangizdan suyundim. Undaqda qani aziz mehmonlarimiz, korxonchilarimiz nima deydigan Allah baqaylik. Assalomu alaykum Guljamal xonim. Va alaykum assalom. Mendan baldırınızga salom bo'lsin. Rahmat. Siz iyilik boshqarish kasbini bitiribsiz. Yani oliy maktabda o'qiyman deyatsiz. Bu ro'yingiz rostilla odamni qoyil qilardik. Ammo hamma odam meningcha realniy bo'lsa deb qarayman. Mening ismim Muxtar Bug'ra. Men oliy maktabga o'tamagan, oliy maktab o'qiyanmagancho. Men degan shu o'zimiz va oilamiz meningcha eng yaxshi oliy maktabcho. Yüzümüzden halkaya alırsak, hem ailemizni qamdaya alırsak, şu ilgilikimiz bizni nusretki apıralaydı deb qarayman. Siz aldı bilen ana buluş tiptiniz bilen, aş balın ne, muş seviye bilen ballarınızı oliy mektep bitiriş o'qitish bilan birga o'zingiz mo darsdan sirtqi oliy maktabda o'qishingizni chin dilimdan umid qilaman. Endi sizningki oliy maktabda o'qish orzuyingiz asosliqi bolalarni tarbiyalash uchun shundaqmi? Endi bolalarni tarbiyalash uchun cho'qim oliy maktabga borib o'qish meningcha
Cho'qim zarur emas demoqchi. Bir yaxshi tanlash, biroq amaliy reallikdan sal chetlab ketgan tanlash bo'lib qoldi. Endi agar navoda bak kuchli orzuyingiz bo'lib qolsa, masalan, bolalarning topshiriq yetakchilik qilish jihatdan yoki bo'lmasa boshqa til jihatdan yoki kasbiy jihatdan, endi men bir maktab boshqaruvchi bo'la solaydim bilan men bu sizga sharoitni tamoman yaratib bersam bo'ldi. Hatta 6-ayning 1-kuni G'o'lji diyorimizda ochilgan maktabda tarbiyalab qilib sharoitimiz bor. Endi Navoda oliy maktab o'tmayotsangiz, hozirgi sharoitingizda siz o'ylab baqsangiz bo'ldi. To'liq o'tirni qayta imtihon berishingiz to'g'ri keldi. Bo'lmasa, bevosita oliy maktablarga kirmak intayin tez hozir. Cho'nglar ma'rifini hisob qilmaganda. Cho'nglar ma'rifda o'qisangiz bo'ldi, lekin endi cho'nglar ma'rif birib o'qib, 3 yil 4 yil o'qish orqali meningcha erishadigan naf foyda manfaat siz o'ylagandek bo'lmasligi mumkin. Endi mening o'ylaydiganim, hozir qanday qilib bir korxonalarga kirib xizmat izlamoqchi bo'lsangizmi, saviyaringiz deb so'rayotgan. O'rta texnikum desangiz sizni ancha bat o'ylashib ketmaydi. Hammasi oliy texnikumni tuvanchakka qo'yapti. Ya, unda deman. Siz keling agar ishlamoqchi bo'lib qolsangiz, men sizni ishlatay. Agar siz ishlamay deb qolsangiz, chin aqidangiz bilan kirsangiz, hamma korxonachilar biz sizga bir kishi xizmat berishga tamoman sharoit yaratib beramiz. Men shu mumkin bo'lsa degan shart bilan bu orzuyimni o'tirib qo'ydim. Mumkin bo'lmasa meningmi shu damalliqqa shu xizmat deb ishlab shu oila sharoitini yaxshilasam, shu bolalarimga yaxshi o'qish sharoit yaratib bersam degan orzuyim bor. Shu o'qish o'tir texnikum saviyarim bilan shu xizmatni o'tasin chiqib ketamandim deganlarni shu o'ylashib shuni davomli tarbiyalanay degandim. Tushundik. Ana, ya'ni shu bolalar uchun qanday qilsam eng yaxshi qilib bera olamankin deb o'yladingiz aqchan. Ko'nglingizni tushundik. Mayli qaysi shaklda qanday holatda bo'lsin, shu bolalarim uchun bir yaxshi sharoit, yaxshi o'rganish fursati yaratib bersam deb o'ylayapsiz. Ana bo'lish sifatim bilan qalbingizni tushundim. Abay siz ayda oliy maktabda o'qisam dedingiz. O'tir texnikumda o'qibsiz. Ha. Ben o'zim tirishib, hozir qarshi o'tildimmi, uyg'ur tili yoki biz o'qada yangi kitob qo'ydik. Biz shuni uni asosan o'tib ketdim desam bo'ldi. Ko'z kitob o'zim deb qildim. Belki meni kağızı ben siz belki ben bir şirket özlemlik kimdi ügünüş ve tirişavuzda şirket kurup hazır. Her biri derece kazandı da böyleyim. Siz hem de şu teknikonu fütürüp durup. Yüzünüzde tüvenkülüklerimizde tüvenkülükledek bir ehval yüzü verdi bana da. Şu. Aşağı olsa sizge ben bir paydalık bir materyal var. Biz o üskü şirketinin ki bir neşirkan bir kitabımız var. Ayyaların iyilik tekniş için yerden bir eleydi. Şu kitabımızda ben sizge biraz şey soğuk kılay. Şundan bir körüp baksanız buludu. Rahmet. Ulaşta çüş merkezimizge merhamet. Şirin çüşler reallıkka aylangısı. 3, 2, 1. Alik numur. Cəmi erişkən numarımız 161. Tunji pəslik əhmiyyətlik arzu ilgisini tanlaş ötkülümüzge ötənməyə qaldınız Gülcemal xanım. Lekin özünüz toğra deyib qarıgan, özünüz qimmatga əhmiyyətki ega deyib qarıgan arzu armanlar üçün məngü tirişiş hüququnuz var. Rəhmət. Teximiz zor xuşallıqlarını tilaymiz. Sizge ailənizə bəxt tilaymiz. Hərzəndləriniz yaxşı tərbiyələş üçün Aquzğan hərlərinizə afırın etdiniz. Rəhmət. Meyli meni arzuyumu əməlge aşmışmı, lekin mening zo'r g'ayrat jasoratlar mush sahna kelib mush yurak so'zlarim davog'ini o'zi men uchun bir g'alaba. To'g'ri. Lekin men o'zimni shu hargiz umidsizlanmayman. Sizlarga rahmat. Shundoqla mush ekran orqali meni beqib cho'nqqan ota-onamga bir salomni yo'llab olay. Opam dadam 3 balni beqib cho'nqqan nurg'un jafolarni tatgan, bo'lib men uchun nurg'un badallarni to'lgan. Lekin men ota-onamga hech qanday javob qaytaramadim. Ben opam dadamni intayin yaxshi ko'raman. Opa dada, javob aytinglar. Rahmat. Buldu. Rahmet sizge.
Farzandlarning kelgusi ko'ngil bo'lish, ularni yaramliq avlodlardan qilib tarbiyalab chiqish har bir ota-onaning orzusi bo'lsa kerak. Mana bu shunday orzuning turtkisi bilan sahnamizga kelgan Gulbahor xonim bolalarni yaxshi tarbiyalash uchun oldi bilan o'zini tarbiyalashdan iborat muhim nuqtani yana bir rat esimizga soldi. Aziz mehmon va korxonchilarimizning reallik tarbiyalanish hamda avval hal qilishga tegishli nuqta qatorliq masalalarni ko'rdigan muhokamalari bu mohirimizni qoyil qildi. Shundaqla ko'pchilikni suyundirdi. She'rinchi sahnasi mana shunday muhokama va dialoglar davomida texmi mukammallashgusi. Assalomu alaykum, naq maydondagi korxonchi ustozlar. Assalomu alaykum, naq maydondagi barliq amma har kasbga qarindoshlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, ekran oldidagi mehribon, eng umoq ota-onam. Umringlar uzun bo'lsin. Ben Qashqar viloyat Yupur naisidan. İsmim Mehmet Musa, kasban dehqon. Arzuyingiz? Oddiy bir kashfiyotni aytgandim, uni ko'z tutishdan burun ekrandan azroq bir izohat berib o'tsam. Hammamizga ma'lum, mehr muhabbati va aqida e'tiqodi yo'q kishining jannat bo'lmaydi, jannat degan vatan demakdir degan. Mana bu vatan ham har millat, har irq, har jinsga ayrılmaydı. Faqat biz qarindosh degan ma'no. Shunlashqa biz hayotimizda zimin tuproq eng dastlabda ko'rganimiz zimin tuproq. Shu zimin tuproqni qo'shishimiz kerak. Shuning bilan bizning davrimiz taraqqiy qilyapti, sanoat ishlayapti. Sanoat bizga nimalarni olib keldi, qulayliklarni olib keldi. Lekin shuninglik bilan tang muhit bo'lg'onish bilan tang nurg'un egashim kasalliklar canlızamak kesinlikle taraqqiy qilyapti. Shunlashqa kichikgina bir kashfiyotimni ko'rib o'tsanglar korxonchilar. Ma shu o'ng tarafdan nazar o'choqdan is chiqqanda bizning qurilmani ma'g'uzgandan keyin sumurilgandan keyin ust tarafda bir yantu so'ng havo chiqish eg'izi bor. Anada havo qat'iy ko'rinmaydi. Buning sababi bo'lsa, ma o'tirisda 3 ta qurilma uskuni bor. Şu uskundan o'tish orqali majbur holatda suyuqlik bo'lib tomchi tushadi. Bu suyuqlikniki tarkibini tekshirganda bizning o'tni kuygan holatda 100 mingdan necha chiqqanda karbon dioksidniki. Ondan keyin biz kontrol qilgandan keyin keyingi havoni qo'yib berganda 0%. Ondan keyin muhtasirashdikilar bizga kerakli karbon dioksidni, karbon dioksid bilan karimiz yo'q. Sizlarning suyuqlik bilan bizning ancha bek aloqamiz yo'q. Shunlashqa ma'noga biz isbotini berolmaymiz. Buni o'zingiz taraqqiy qilsangiz bo'ldi deganda. Lekin bu korxonchi ustozlarningki naq maydondagi bu ko'rinishni ko'rdi. Yana bo'lsa og'ash kelganda uskunlarni mega qulaysiz chunki o'tqalinda emasmi? Ben mega keşif tunuşturumu deb sizlarni zarlab qo'ysam bo'lmaydi. Shunlashqa korxonchi ustozlarning mushuni tafakkur qilib tushunib bo'ldi meningcha. Yana buni patentni huquq bor. Men patentni huquq qilishdan burun nurg'un shu milliy korxonalar bor, nurg'un korxonalarni izladim. Faqat ulardan o'tinganim mening. Sizlarning nominglarni oldi kirim bo'lsa tan qilayli. Butun yo'lni men o'zim qilsammi mayli, o'zim men dehqon taraqqiy qilib bo'lmayman. Chunki bu nayt mendan yaxshiroq tushunsizlar buning tartibini. Ikkinchisi bir turimiz var. Bu hozir o'zimizning hayot yashashlik ozuqligimiz bo'lgan butun yemekliklar yerdan chiqdi. Dehqon qarindoshlarimiz nurg'un jafo ajr qildi. Hozir silo yo'qmi bo'lgan ish eg'ir. Shuning bilan yerlar mo'lusul bermaydigan darajada o't qanchasam bermaydi chunki silo yo'q nurg'un avaçlık yapılatı. Bunu biz bir qatimdan o'zida 90%dan yuqori holatda qanchalik silyo yo'q bo'lishdan qatnashib bir qatimda tozalash bir turimiz bordi. Shuningga bizning mablag' jihatda qiyinchilik bo'lganlikdan korxonchilar birinchidan bu kashfiyotni hamkorlashuvchilarga eng avval sizlarningki fikringlarga hurmat qilib qanday desanglar maqsad taraqqiy qilsak mening arzuyim korxonchi ustozlarningki mablag' jihatda qo'llab mushu
Mushu patni to'g'ri erishgan kashfiyat bilan teng bu qo'tin yasmoqchi bo'lgan kashfiyatga bir sharoit yaratib berishni umid qilaman. Rahmat. İşki keşfiyatinizin aldığınızı ismini yığınacağın vaxtda asas onunki rolü ne mi? Rolü üstüne qat'iy atmosfera qo'yib qo'ymay suyuqlik aylantirdi. Bu suyuqlik amaliyotda gaz ziyanliq. Bu ziyanli gazni biz kontrol qilib suyuqlik aylantirdik. Bu suyuqlikni ishlab chiqarib biz ximiya o't yoki kislotalik dempon suvi deganliklarga aylantirish. Foydasiz energiyani payliq energiyaga aylantirish. Tannarxi ancha yuqori emasligini shundaqmi? Tannarxi eng oddiy uskuna bu amaliyot qurolimiz nurg'undek ko'rindi, lekin eng oddiy. Bir qatimdan bu qurashtirib ketgan oldu. Oldu. İkinci keşfiyatımız? İkinci keşfiyatımız sülüpni bir qatimda 30 yıl bo'ldi hozir. 30 yıldan aşkın nurg'un yerlarda. Bu şunu bir qatimdan o'zida 90% yuqori holatda tozalash. Onunga karxanachi ustozlarniki bizni qo'llashi men onu yasashga o'zim shu butun holatni menda uskunlar yo'q dehqon emas men kasbim shunga karxanachi ustozlarning yordam qilishini bo'ldi inshaalloh. Va alaykum assalom, salomat bo'lasiz. Sizning bu uskuningizni men tushundim. Hozirgi oshxonalarningki isni busini yo'q qilishga intayin lazım bo'layotgan uskunda bu oshxonalarning isini taqitish qatorliq jihatda qiyinchilik intayin zo'r. Agar qabul qilsangiz biz bu turingizga mablag' solsak bo'ladi. Shuni tovarlashtirib bozorga selishga bizning shirkatning butun rasmiyatlari to'liq siz bilan hamkorlashishni xohlaymiz. Rahmat. Demek sizin şirin şunuz reallıqqa aylanğanda qılıb turdu. Şundaqmı? Mujassam şirketi bilan hamkorliqinglar muvaffaqiyatli bo'lib qolsa, undaqda siz boyi degan arzu armanlaringiz reallıqqa aylandi degan gap. Undaqda tush markazimizga marhamat. 3 2 1 120 numar. Cami erişken numarınız 241 numar. Ahmetlik arzu ilgisini tanlash o'tkilimizga muvaffaqiyatli aldı kirdiniz. Mübarek olsun. Rahmat. Atmosfera ve tuproqning muhiti dehqonchilikqa bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim omillardir. Dehqon, shundaqla dehqon kashfiyatchi bo'lish sifati bilan muhitga ko'ngil bo'lib, muhit bulg'unishining oldini oladigan kashfiyotni ilib sahnimizga kelgan Mehmet Musoning orzusi reallikqa aylandi. Har soat kashfiyatchilarning tirishchanligi, ijod ixtirolarning yengilishi va samimiy hamkorlikning davomlashishi bilan muhitimiz, kelgusimiz texmi go'zal bo'lgusi. Ata-bobolarimiz dunyo madaniyatiga to'p qo'shib kelgan. Mahmud Qashqari, Yusuf Qas Hajib, Abduqodir Damulla, Abduxoliq Uyg'urga o'xshash sonsiz azimatlarni tarbiyalagan xalqimizning farzand tarbiyasi haqidagi ko'z qarash va aqidalari turmushimizning har bir qatlamlariga singib ketgan bo'lib, bugungi kunda biz uchun qimmatli angishlar. Dunyoning o'zgarishi, taraqqiy qilishi bizning turmush shaklimiz va qimmat qarashlarimizga yangi o'zgarishlarni elib keldi. Bog' oralliq o'ylalardan egiz binolarga ko'chdik. Haru maplarda emas, mashina, poyez, aeroplanlarda o'tiradigan bo'ldi. Bolalarni top bo'lishib talalarda yugurib o'ynashdan uy ichida yolg'iz kompyuter, tor o'yinlarini o'ynaydigan bo'ldi. Hozir bolalar bolalikqa qansun deganda ko'p tashabbus qilyapmiz. Buni ko'pincha bolalar o'yinga qansun, tabiatga qansun deb tushundig'i deyman. Meningcha bolalar mayli nadil yashsin, ota-onasining bag'ri qangandilar, andin bolalikqa qanalaydi. Hozircha bizda farzand tarbiyasi mukammal bir fan sifatida maydonga chiqmagan bo'lsa-mu, lekin bu vaqtda muhokama yig'inlari ichilyapti. Kitoblar nashr qilinyapti. Ota-onalar mushu fursatlarga umidlarni bog'lab, bolalarini har xil kurslarga beryapti. 1814-yili 4-oyning 10-kuni. Yana buningdan 200 yil burun Karl Witter bir qo'lliq tarbiyalab chiqqan o'g'li falsafa fanlari bo'yicha doktorlik unvoni oldi.
Bu uning endi 14 yoshga kirgan vaqti edi. Yana 2 yildan keyin qonun fanlari doktori bo'ldi. Kichik Karl hozirgacha dunyo Guinness rekord qomusidagi eng yosh doktor rekordini saqlab kelyotdi. 200 yildan beri bu kitobning ta'sirida nurg'un ota-onalar bolalarini munavvar ixtisos egasi qilib tarbiyalab chiqdi. Bulardan Sidis, Wienerbar, Wienerford qatorliq dunyoga donliq talant egalari. Dunyoda hamma odam biladigan Harvard qizi Lewis bor. Ta'kidlashga tegishli bir nuqta shuki, Karl Vetter 14 yoshda doktorlik unvoni olgan bolasini bir haqiqatda o'rganishga zo'rlab boqmagan. Balki barliq bilimlarni o'yinga aylantirib, bolasiga o'rgatgan ham bolasida o'zigidan o'rganish qiladigan esil odatni yetirdirgan. Biz Karl Vetterning farzand tarbiyasi degan kitob asosida bolangizni o'yin orqali tarbiyalang degan kitobni tuzib chiqdik. Kitobga til o'rgatadigan o'yinlar, boladagi yoshirin iqtidorni qozadigan o'yinlar, matematika o'rgatadigan o'yinlar, odat yetildiradigan o'yinlar qatorliq 6 tur bo'yicha 300 dan ortiq o'yin kirgizildi. İnchiklik bilan laylangan qiziqarli o'yinlar ota-onalarning bolasini tarbiyalashini zo'r darajada osonlashtira oladi. Kitobning eng chong alohidaligi shuki, bola o'yin o'ynay oladi. Ota-ona o'yin orqali bolasiga bilim bera oladi. Ota-onaning bolaga hamroh bo'ladigan vaqt ko'p bo'lg'achqa, bolada odat yetildirish, dunyoqarash va qimmat qarash shakllantirishda o'z ideyasini singdira oladi. Bu o'yinlar an'anaviy o'yinlardan farqli holda makon va zamon cheklamasini buzib tashlagan bo'lib, uy ichi yoki sirlarda bo'lsin, mehraman o'ynag'ili bo'ladi. Bola ota-onasi bilan birga o'ynab, ham o'yin qanalaydi, ham ota-onasi qanalaydi. Bolalar o'ynasin, bolalar qolsin. Bizning bolalarimiz bilan o'ynaydi. Ota-onaligimiz qolsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar, qarshi olamiz. O'zinglarni bir tanishtirib o'tamsizlar. Assalomu alaykum baholovchilar, assalomu alaykum korxonchilar, tomoshabinlar. Televizor ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar, hammanglarga salom. Men Bilal Yaqub, Shinjon gazetining tarjimoni. Men Aynur Dolqun, Shinjon gazetining muharriri. Bu bayada o'tgan kitobni ishqinlar tuzib chiqdinglarmi? Ha. Ishqinlar tuzganmi? Ha, yo'ldishim tarjimasini qildi. Royaldanlar ishqinlar. Ha. Voy muborak bo'lsin, bek yaxshi bir kitobni tuzib chiqibsizlar. Men hozirda tezroq mush kitob chiqsa bir setib olsam deb o'ylab ketyapman. Men o'xshash onalar, dadalar, ham ustozlar cho'qim men o'xshash esatyapti deb o'ylayman. Bir ay chidab turamiz. Ha? Bir oylarda chiqdi. Bir oylarda chiqdi. Undaqda orzuyinglar? Orzuyim sal chiqdi. Birla orzuyinglarni deyishga bo'ldi. Mening kitob xumorlar fondi qurg'im bor. Bu bizning tunji emgak emas. Bizda ijtimoiy fan sohasida falsafa deymiz, jamiyatshunoslik, psixologiyaga oid nurg'un bo'shliq bor bu sohada. Uning ustiga bunday asarlarni tarjima qilmoq odatdagi tarjimonning qo'lidan chiqmaydi, sal murakkab. Shunlashqa mening xiyolim bir turkum munavvar tarjimonlardan tarjima guruhi tashkillab, undan keyin mushu sohadagi, dunyodagi nodir asarlarni tarjima qilib, o'z tilimizga aylantirib, kitobxonlarga sunsak degan orzuyim bor. Men endi bu yerga mushadagi korxonchilarni shundaqla televizor ekran oldidagi ham jamiyatdagi saxovatchi boylar, korxonchilarni shu bizning kitob xumorlar fondiga a'zo bo'lishga taklif qilib keldim. A'zo bo'lishning sharti qanday? Odatda bir kitobning tarjimasi uchun odatda 70 mingdan 100 minggacha atrofda chiqib ketadi. Endi bizga mablag' jihatdan o'shunda qo'llaydi, mablag' jihatdan yordam beradi. Tarjimani tashkillaydigan, nashrga tayyorlaydigan, undan keyin biz nashriyatlar bilan aloqa qilishadigan boshqa ishlarni hammasini o'zim qilaman. Shu masalan fondiga a'zo bo'lganlarni shulardan mablag'i chiqqan korxonlarning biz kitobning muqovasining keyiniga shu korxonchilar alayda qo'llagan deb shularning nimasini u fondiga a'zo bo'lish uchun mablag' chiqarish kerak, shundaqmi? Eng tuvanchigi bormi? 5 ming. 5 ming yuan. Tushunishib bo'ldi.
Ayol ishqinlar bir sing to'qsan bir singlar degandek qani ayolingiznikini anglab boqayli. Bugungi shu kitob endi bizningki tunji emgak kunimiz bo'lib hisoblanadi. Endi bu ijodiy emgak emas, lekin Karl Witterning Farzand tarbiyasi degan kitobdagi Karl Witter o'zining bolasini tarbiyalash jarayonida, ya'ni 0 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan oraliqda bolasiga barliq bilimlarni, mayli til, matematika, odat, fazilat, safa, xarakter, mushu tarafdagining hammasini o'yin orqali o'rgatib ekan. Shuning bilan ondan bu xanzucha bir kitob bo'lib chiqibdi. Biz bu kitobni ko'rgandan keyin ash o'yinlarni uyg'urchalashtirib, ba'zi mazmunlarni o'zimizga moslashtirib, ondan biz shuna 3 qism kitob tuzib chiqdik. Kitobning alohidligida tilni yutish uchun qanday o'yinlarni yutadi, matematika yutish uchun qanday o'yinlarni yutadi, odat yetildirish uchun qanday o'yinlarni yutadi, hammasi bilak-bilak bo'yicha aniq ayrilgan. Maxsus mush o'yin bilan tarbiyalash to'g'risidagi mazmunlarni julib oldinglarmi? Karl Witterninki Farzand tarbiyasi degan kitobni men o'qigan. Shuning ichidagi ba'zi mazmunlarni ilib, o'yin bilan tarbiyalashga munosabatlik mazmunlarni ilib bir kitob tuzinglarmi yoki shu kitobni tarjima qilib sundinglarmi? U kitobdan nazariyavilik yuqori. Endi biz tadbiqlarni yoki bizning abiliyetimizga. Tadbiqladik. Xanzuchi materiallardan to'plab tadbiqladik. Endi kitobning birinchi bo'ligida Karl Witterning nazariya qismi bor. Ikkinchi bo'ligida uningga moslashtirilgan o'yin bor. Endi oxirgi bo'ligida o'sha o'yinning izohi bor. Endi mandaqcha aytganda biz tuzgan bu kitob shu chiqqan Karl Witterning Farzand tarbiyasi degan kitobning o'yin konkretlashtirilgan, o'yin qo'shilgan nusxasi. Ha, tushundim. Unda bo'lsa bu kitoblar tuzgan kitoblar bek yaxshi bo'libdi, foydalanish qimmat bor deb o'yladim. Menga konkret orzuyinglarni deb beringlar. Qaysi orzuyinglar bugungi she'rimish programmasida amalga oshishini orzu qilsizlar? Shu kitobxonlar fondi qurish orzuyimiz bor. Qani, aziz mehmonlar, korxonachilarning qanday gap so'zlar bakin? Mao Farzand tarbiyasi degan kitob bizningki xalqimizga, mush jamiyatimizga intayin ehtiyojli kitobcha bu. Bu hozir endi bizningki samoviy ustozlarimizdan bir so'rabdi-ku. Mening balam hozir 3 kunlik bo'ldi. Men balam qanday tarbiya bersam bo'ldi desa, u zot debdi. Kechikibsan. Sen 3 kun kechikibsan deb javob berib ketdi. Biz balani qanchaki burun tarbiyalasak, shunchaki yaxshi natija beradi bizga. Shunga mush kitobinglar bizning jamiyatimizga, xalqimizga, millatimizga intayin ehtiyojli kitob. Shunga mush kitobingning nashr qilinishini chin dilimda umid qilaman oldi bilan. Hamda bu kitob fondi qurish ma'lum bir organlar tarafidan bo'ldigan ish-ku bu. Cho'qim iltimos sunib, undan keyin ular tasdiqlagandan keyin endi fondi quramiz. Bu ma'lum bir jarayon o'z ichiga oladi. Lekin mushu kitob fondi qurish orzuyinglarning bek yuksak ahamiyati bo'lganligi uchun bugungi korxonachilar ifoda bildirsa tamoman bo'ladi deb qarayman. Rahmat. Hozir bizning suhbatdoshimiz magistr. Bak yaxshi o'qigan, qarasam ishim shunda obdo ish qilibdi. Hamda balaning besmaqda eshib ketdi, qarasak shu burdi kitobni ko'tarib yuridi, lekin u balalarimiz yo'g'ingan siri, cho'g'gan siri bilimdan yiroqlashib ketib bordi. Biz ashta bir ugundiga odatini bilinmagan bo'lgandan keyin kutgan umidga erishmayapmiz. Nat ahamiyatli yaxshi ish bo'libdi. Sizning ishinglar o'zimizning ishi, albatta qo'llaymiz. Bayam Muxtar apandim degandek avval ash rasmiyatni bajaringlar. Andan keyin Abida shirkati eng avval sizning shu fondga a'zo bo'lib, iqtisodiyatdan bo'lamdi, ma'naviy jihatdan bo'lamdi. Chunki men majat qismimni qila olmayman, qilishib turma, uning chatlar yo'qchimi? Uni bilmayman. Farzand tarbiyasi degan kitobni nashrga yo'llab bo'ldingmi yoki yo'llanmadingmi? Nashrga yo'llamoqchi. Hamma rasmiyatlar hozir taqib bo'ldi. Uni sizlar shaxsiy namunlarni yo'llamasa yoki biror shaxsiy namunimiz. Hamda Navoda bizningki Şinjan Intil Medeniyet Tarix şirketimizningki chiqarishga yo'l qo'yib qolsanglar hamkorlashib chiqarsak bo'ldi. Iqtisodni biz chiqarib. Chunki men har yashamni shu farzand tarbiyasi to'g'riliq radioda maslahat berayotgan. Men bu intayin qiziqadigan ham tadqiq qilayotgan bir tema bu-chu. Agarda endi shu jihatdan Navoda hamkorlashaylik deb qolsanglar, bizning shirkat shu kitobningki nashriyatiga kiradigan mablag'ni biz chiqarib
biz bozorga solsak bo'ldi. O'ylashib baxsan bo'ldi. Bo'ldi. Bilal atamga nayt yaxshidan birini qilibdi. Bizmi shu ishni qilyapmiz. Siz odatda ming xatni qancha puldan tarjimaga qilasizlar, sizlarning fondi qurilib qolsa? Endi biz bu jihatdagi kasbiy xodimlarni ishlatadigan bo'lg'achqa balkim 120 dan 200 gacha o'g'irlikda bo'lishi mumkin. Kitobning salmoqqa qarab. Buni so'rashim sababi chunki men yaqinda Ashabiyam deb o'tdim bir hayotlik qonuniyati yoki yashash ipi deb ism qo'ymoqchi. Shu kitobni tarjimaga o'rlashtirgan 5 qism. Ba'zi Abdumraynik yaxshi tarjimonlarni deb qildim. Ba'zi bir qadar muvofiq. Keyin mush farzand tarbiyalash to'g'ri so'zligim kelib qoldi. Hozir farzand tarbiyalash bir qadar tasdim bo'lib qoldi. Janubiy Shinjongdagilar Urumchiga o'tkab tarbiyalayotganlar bor. Urumchidagi ba'zi bir ota-onalar ichkiliklar tarbiyalayotdi. Ba'zi ota-onalar iqtisod ahvoli yaxshilar Yevropalarda tarbiyalayotganlar bor. Mening bir do'stim bo'lgan, Belqut shirkati deb Belqut g'azinasini chiqargan. Bu do'stim mush farzandlar uchun bir umr hayotini atagan. 38 yoshgacha ishlab hamda to'y qildi. Mush farzand tarbiyalash dasturini o'zi bevosita tarjima qilmasdan yozdirib, bizga maskildan qilib qo'ygan nurg'un farzandlarga tarbiyalaydigan bolalar cho'chaklarga, bolalarning tilini chiqarish, shunday nurg'un kitoblarni qilgan. Bu emgak bir qadar zo'r emgak. Lekin buni bizning jamiyatimizda hozir qabul qilish bir qadar ta'sir qilyapti. Uning tijoratini tatib o'qima. Shu mavi kitob endi chiqarib bilan qo'ygan bilan emas, buni xalq o'qiydigan qilish uchun nihoyat zo'r tashviqot ketdi ekan. Shu mushi jihatlarni nihoyat kuchimizsaq bizning kitoblarni olmaydi ekan. Iskladda liq kitoblar ochib mush farzandlar to'g'risida kitoblar-chi. Lekin nihoyat ostimadi ekan bu kitob so'zi boshqa so'zga o'xshamaydi ekan. Lekin dunyodagi 3 cho'ng so'zning birisi kitob so'zi ekan. Shu bo'lsa, ma cho'ng so'zga kiribsizlar, balni ching bog'lab aldirmay sabrjonlik bilan satsak, buning manfaati nihoyat yaxshi bo'ldi. Lekin ota-onalarga tavsiyam, farzandlar bizning barlig'imiz, bizning avlodlarimiz. Bularga bizning beradigan mehrimizdan sirat beradigan nurg'un nasrimiz bor. Kitobni bularga hamroh qilsak, men necha kundan o'zimiz programmada kitobni so'q qilyapman. Mush kitobni bir-birimizni so'q qilgan qilsak degan umidda. Sizlarning amgikinglar yadi qolmasin. Rahmat. Men ba'zi saboqdoshlar yoki bo'lmasa do'st birodarlarni uchratdim. Ularning bolalarini yaramli odam qilg'izba. Lekin hozir jamiyatda bolasini san'atchi qilish, bolasini talantli qilishning bir xil shakli bo'lib qoldi. Shuning hamda markazlashib qoldi. Ba'zilar boshqa xil tarbiyalashni o'ylagan bo'lsa-mu, lekin konkret tarbiyalash usuli yo'q. Endi shunlashqa biz bu kitobni uchirgandan keyin ko'rib, uni haqiqatan foydalanish qiymati borligini bilgandan keyin, endi keyin dastlabda mush ishni qilaylik deb tarjimaga tutish qilgan. Nayt yaxshi o'ylabsizlar. Assalomu alaykum Bilal apandi. Va alaykum assalom. Men yuqorida sizniki yozmoqchi ishlamoqchi bo'lgan kitobingizni olib nayt xursand bo'ldim. Shunlashqa siz o'ylagan fondingiz tasdiqlangan vaqtda bizniki qaydo shirkatimiz sizning fondingizga a'zo bo'lishni to'g'ri topdik. Shunlashqa men qo'llaymiz sizni. Rahmat. Rahmat. İnternet sahirimizde bizden kitap bo'lgan kitap deymiz endi mazmunlarimiz shunda azda bizning Uyg'ur tilidagi internetning aslida kitobning mazmunlari bak az. Nima uchun az degan vaqtda bu yerda balkim iqtisod qiymat yaratib akab beramasligi mumkin. Masalan, boshqalar ko'chirib taqib degandan. Lekin biz bu yili yangi bir turni tatbiq qilyapmiz. Bu o'simish yilning oxirigacha biz bu maqsadni ishlab chiqaramiz. Şu vaqtda angıçlarning kitoblarini chiqdi, o'chadi fondlar agar ta'sis bo'lsa, ularga cho'qim bizim birinchi qatnashimiz. Shu vaqtda men sizdan hamkorlashib, shu kitoblarni internet sohasiga yo'tkaydigan bir yo'lni ochsak deb o'ylayman. Nima uchun degan vaqtda bizning abonentlarimizning internet chiqish nisbati shunday yuqori. Bo'libmi telefon orqali chiqadigan abonentlarning nisbati shunday yuqori. Amalanning veb-saytlarga o'ynaymiz. Ana, oshunchalik vaqtimiz bor. Kitap o'qisak bo'ldi shu internetda. O'qiy desa, internetda kitob yo'q. Bu masalani yaxshi o'ylasanglar bo'g'dak. Hamkorliklarning muvaffaqiyat bo'lishiga tilakdoshman. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Undaqda Shirin Tush markazimizga marhamat. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1.
Şundaqda karxanchilar. To'liq numur 150 bilet. Shundaqlaganda jami erishgan bilet sonilar 282 bilet. Muborak bo'lsin. Ahamiyatli arzu egisini tanlash o'tkilimizga muvaffaqiyatli holda o'tdinglar. Muborak bo'lsin. Ekran oldidagi ko'rman do'stlar, tunji fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash bosqichiga kirgan mayirlar ichidan o'zi yaxshi ko'rgan, o'zini ta'sirlantirgan shirin tush mayrini tanlab, Yanfon, Tor va Undidar salon orqali bilet tashlab qo'laydiganligini bildirsa bo'ldi. Bilet tashlash qatnashgan ko'rmanlar programma guruhimiz ta'minlaydigan issiq sovg'atlardan bakirman bo'la oladi. Yanfonda qisqacha orqali bilet tashlash usul bo'lsa, bundaq. O'zini ta'sirlantirgan mayirning rad nomerini oldiga 11 ni qo'shib 106 266 19 ga uchir yo'lisi bo'ldi. Tor orqali bilet tashlash usuli bo'lsa, ko'rman do'stlar www.chekit.com to'riga chiqib, o'zini ta'sirlantirgan mayirini tanlagandan keyin bir bilet tashlay oladi. Unidar salonida bilet tashlash usuli bundaq. Ko'rman do'stlar, Yanfondagi Unidar orqali ekranda ko'rsatilgan ikkilik kodni skarnlash yoki salon nomini kirgizish orqali Sherin tush programmasining organ salonini qo'shib olgandan keyin o'zini ta'sirlantirgan mayirga bir bilet tashlay oladi. Sherin tush programmasi davomli mayir qabul qildi, albatta tizim shaqqi ilinmaydi. Sherin tush programmasi qatnashib xohlaydigan do'stlar, ekranda ko'rsatilgan Sherin tush liniyasiga telefon qilib va yoki www.chekit.com to'riga chiqib tizimlasa bo'ladi. Texmo tafsiliy mazmunlarini Sherin tush programmasidagi organ salonini qo'shib olish va yoki UI Nova to'riga chiqib ko'rib olsangiz bo'ldi. Biz ixlos Sherin tush programmamizni alayli